Bugun men sizlarga juda muhim masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Prezident tomonidan ajratiladigan 1 million so'mlik yordam, subsidiya yoki moddiy qo'llab-quvvatlashni kim olishi mumkin? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Va eng muhimi, odamlar ko'p xato qiladigan joylari qaysi? Bu ma'lumot hamma uchun muhim, chunki bugun sizga kerak bo'lmasa, ertaga farzandingizga, ota-onangizga, qo'shningizga yoki yaqin qarindoshingizga kerak bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men ariza topshirishda rad javobi kelmasligi uchun eng muhim amaliy qadamlarni aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikka yetib borishi kerak. Avval odamlar davlat yordami, subsidiya yoki bir martalik moddiy ko'mak haqida eshitsa, ko'pincha nima qilishni bilmas edi. Kimdir mahallaga borardi, kimdir hokimiyatga borardi. Kimdir tanish izlab yurardi. Yana kimdir baribir menga chiqmaydi deb umuman harakat qilmasdi. Natijada haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lgan odamlar hujjatni noto'g'ri topshirgani, muddatni o'tkazib yuborgani yoki o'z huquqini bilmagani uchun imkoniyatdan foydalana olmasdi. Hozir esa tartib asta-sekin aniqroq bo'lib boryapti. Ko'p yordam turlari ijtimoiy himoya tizimi, mahalla tuman bo'limlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki mas'ul tashkilotlar orqali ko'rib chiqiladi. Ya'ni bugungi kunda asosiy savol pul bormi yoki yo'qmi emas. Balki siz shu yordamga haqlimisiz? Sizning holatingiz mezonlarga mos keladimi? Hujjatlaringiz to'g'ri tayyormi va arizangiz to'g'ri joyga topshirildimi degan savoldir. Men bu yerda bitta narsani alohida aytib o'taman. 1. 5 million so'm deganda hamma uchun bitta yagona, hamma avtomatik oladigan pul tushunilmasligi kerak. Turli qarorlar, dasturlar va hududiy tartiblarda miqdor, shart va toifa farq qilishi mumkin. Kimlargadir bu moddiy yordam sifatida, kimlargadir subsidiya sifatida, kimlargadir ta'lim, bandlik, ijtimoiy himoya yoki oilaviy ahvol bo'yicha qo'llab-quvvatlash sifatida berilishi mumkin. Shuning uchun men bugun sizga umumiy mantiqni, tekshirish tartibini va amalda nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Eng avvalo, bu yordam kimlarga tegishli bo'lishi mumkinligini tushunib olaylik. Odatda davlat tomonidan ajratiladigan moddiy ko'maklar birinchi navbatda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, kam ta'minlanganlar, boquvchisini yo'qotganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, ishsiz fuqarolar, yolg'iz onalar, ko'p farzandli oilalar, vaqtincha og'ir ahvolga tushib qolgan fuqarolar yoki muayyan davlat dasturida qatnashayotgan shaxslarga qaratiladi. Lekin har bir toifada alohida shart bo'ladi. Masalan, birinchi misolni olaylik. Oila 5 kishidan iborat. Ota vaqtincha ishsiz, ona uyda kichik bolaga qaraydi. 3 nafar farzand maktabda o'qiydi. Oilaning rasmiy daromadi juda past. Bunday holatda oilaning kam ta'minlanganlik mezoniga mos kelishi tekshiriladi. Faqat biz qiynalyapmiz deyishning o'zi yetmaydi. Tizim oila a'zolari sonini, daromadni, mulk holatini, avtomobil bor yo'qligini, bankdagi ayrim ma'lumotlarni, oldin olingan yordamlarni tekshirishi mumkin. Agar mezonlar mos kelsa, oilaga moddiy yordam yoki boshqa turdagi ijtimoiy ko'mak tayinlanishi ehtimoli bo'ladi. Ikkinchi misol, talaba kontrakt asosida o'qiydi. Oilasi qishloqda yashaydi, otasi mavsumiy ishchi, onasi ishlamaydi. Talaba prezident puli deb eshitib, darhol 1 million so'm olishim kerak deb o'ylashi mumkin. Lekin bu yerda savol, qaysi dastur haqida gap ketyapti? Agar bu ta'limga oid yordam bo'lsa, talabaning o'qish joyi, ijtimoiy holati, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari kabi ro'yxatlarda turishi yoki boshqa mezonlarga qaralishi mumkin. Agar dastur faqat ma'lum yoshdagi fuqarolar uchun bo'lsa, yosh chegarasi ham muhim. Agar ariza boshqa yo'nalish uchun bo'lsa, rad javobi kelishi mumkin. Uchinchi misol. Ayol kishi 2 farzandini yolg'iz tarbiyalayapti, alima vaqtida kelmaydi, ijara uyda yashaydi. Bunday holatda u mahalladagi mas'ul xodimga murojaat qilib, o'z holatini rasmiy qayd ettirishi kerak. Og'zaki aytish yetarli emas. Ijara shartnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikohdan ajralganlik yoki aliment bo'yicha hujjatlar, daromad to'g'risidagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar u faqat menga yordam kerak desa, lekin hujjat bilan tasdiqlamasa, komissiya uning holatini to'liq ko'ra olmaydi. 4-misol. Bir kishi ishlamaydi, lekin uning nomida yangi avtomobil bor yoki katta uy bor. U ham yordam so'rab murojaat qiladi. Tashqaridan qaraganda u ishsiz, lekin tizim mulk holatini tekshirganida uning iqtisodiy imkoniyati boshqalarnikiga nisbatan yaxshiroq deb baholanishi mumkin. Shuning uchun ayrim odamlar men ham ishsizman, nega menga berilmadi
deb norozilik bildiradi. Sababi ko'pincha faqat ish joyi emas, umumiy ijtimoiy-iqtisodiy holat baholanadi. 5-misol, nogironligi bo'lgan fuqaro dori-darmon, reabilitatsiya yoki kundalik ehtiyojlar uchun yordam so'raydi. Bu yerda tibbiy hujjatlar juda muhim bo'ladi. Nogironlik guruhi tibbiy xulosa, doimiy davolanish zarurati, daromad holati va oila tarkibi inobatga olinadi. Agar hujjatlar eskirgan bo'lsa yoki ba'zida noto'g'ri ko'rinsa, ariza kechikishi mumkin. Shuning uchun avvalo shaxsiy ma'lumotlar, pasport yoki ID karta, yashash manzili, tibbiy ma'lumotlar to'g'ri kiritilganini tekshirish kerak. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchi navbatda haqiqatan ham moliyaviy qiyinchilikda bo'lgan, lekin hujjatlari tartibsiz fuqarolar. Chunki yordam olishda eng katta to'siq ko'pincha pul yo'qligi emas, hujjatning yetishmasligi bo'ladi. Ikkinchidan, ro'yxatda turibman deb o'ylab, lekin aslida ma'lumotlari yangilanmagan odamlar xavotir olishi kerak. Uchinchidan, muddatli dasturlar bo'lsa, ariza topshirishni ortga surib yurganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki ayrim yordamlar ma'lum muddatda qabul qilinadi. Kimlar ortiqcha vahima qilmasligi kerak. Agar sizning rasmiy daromadingiz yetarli bo'lsa, oilangizda barqaror ish haqi bo'lsa, qimmat mulklaringiz bo'lsa yoki dastur mezoniga umuman tushmasangiz, men ham olaman deb vaqt sarflashdan oldin shartlarni tekshiring. Bu pul hamma uchun avtomatik tarqatiladigan mukofot emas. Davlat yordami odatda aniq muammoga, aniq toifaga va aniq mezonga bog'langan bo'ladi. Endi eng muhim joyga o'tamiz. Istisnolar, xatolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar. Birinchi nozik jihat shuki, bitta hududda amaliyot boshqa hududda boshqacha ko'rinishi mumkin. Lekin asosiy huquqiy mezonlar rasmiy hujjatlarga tayanadi. Shuning uchun falon mahallada hammaga berishyapti ekan yoki qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan gap bilan ish bitmaydi. Qo'shningizning oilaviy ahvoli, daromadi, ro'yxatdagi maqomi yoki hujjatlari siznikidan farq qilishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, daftarda turish hamma masalani avtomatik hal qilmaydi. Masalan, yoshlar daftari, ayollar daftari yoki boshqa ijtimoiy ro'yxatlar ayrim yordamlar uchun asos bo'lishi mumkin, lekin har bir yordam uchun alohida talablar bo'ladi. Ro'yxatda turish imkoniyatini oshiradi, lekin avtomatik pul tushadi degani emas. Sizdan qo'shimcha ariza, maqsad, xarajat smetasi yoki tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, arizada maqsad aniq yozilishi kerak. Masalan, menga pul kerak deb yozish juda umumiy. Buning o'rniga farzandimning o'quv qurollari va kiyim-kechak uchun moddiy yordam so'rayman. Davolanish xarajatlari uchun yordam so'rayman. Vaqtincha ishsizlik sababli oilamning eng zarur ehtiyojlarini qoplash uchun yordam so'rayman deb yozilsa, vaziyat aniqroq tushuniladi. Ariza qanchalik aniq bo'lsa, uni ko'rib chiqish ham shunchalik oson bo'ladi. To'rtinchi nozik jihat, telefon raqam va bank karta masalasi. Ba'zi odamlar ariza topshiradi, keyin ularga qo'ng'iroq qilishsa, telefon o'chiq bo'ladi yoki raqam boshqa odam nomida bo'ladi. Ba'zan karta muddati tugagan bo'ladi. Ba'zan karta boshqa shaxsga tegishli bo'ladi. To'lov tayinlangan taqdirda ham texnik muammo chiqadi. Shuning uchun ariza topshirishdan oldin o'z nomingizdagi faol telefon raqam va bank kartangiz bor yo'qligini tekshirib oling. 5-nozik jihat, yashash manzili. Siz bir joyda yashab, ro'yxatda boshqa joyda tursangiz, murojaat qaysi hududda ko'rib chiqilishi masalasi murakkablashishi mumkin. Ayniqsa mahalla orqali beriladigan yordamda haqiqiy yashash joyi va rasmiy ro'yxat muhim. Agar ijara uyda yashasangiz, ijara shartnomasi yoki mahalla tomonidan tasdiqlangan ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Aks holda, bu fuqaro bizning hududda yashaydimi yoki yo'qmi degan savol paydo bo'ladi. 6-nozik jihat, noto'g'ri ma'lumot berish. Ayrimlar daromadini yashirishga, mulkini ko'rsatmaslikka yoki oiladagi ishlaydigan odamni aytmaslikka harakat qiladi. Men buni tavsiya qilmayman. Chunki hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Agar ma'lumotlar mos kelmasa, ariza rad etilishi, keyingi murojaatlarga ishonch pasayishi yoki ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish talabi paydo bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l vaziyatni qanday bo'lsa shunday ko'rsatish. 7-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 5 million chiqarib beraman, kartangizni bering. Pasportingiz rasmini tashlang. Oldindan ming to'lang, pulingiz tushadi degan gaplarga ishonmang. Davlat yordami rasmiy ariza, rasmiy tashkilot va rasmiy tartib orqali hal bo'ladi. Hech kim sizdan bank kartangizning maxfiy kodi, SMS kodi yoki ilova parolini so'rashi mumkin emas. Agar kimdir shunday ma'lumot so'rasa, bu juda xavfli belgi. 8-nozik jihat,
rad javobi oxirgi nuqta emas. Agar sizga rad javobi kelsa, avvalo sababini yozma yoki rasmiy tarzda bilib oling. Sabab daromad mezonga mos emas, hujjat yetishmaydi, ma'lumot bazada topilmadi. Ariza noto'g'ri yo'nalishga topshirilgan yoki dastur shartiga mos emas bo'lishi mumkin. Agar hujjat yetishmasa, to'ldirib qayta topshirasiz. Agar ma'lumot xato bo'lsa, uni tuzatasiz. Agar siz rostdan ham mezonga mos bo'lmasangiz, boshqa turdagi yordam yoki bandlik dasturini ko'rib chiqasiz. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, o'zingizning holatingizni yozib chiqing. Oilada nechta odam bor, kim ishlaydi, kim ishlamaydi? Oylik daromad qancha, ijara bormi, kredit bormi, nogironlik, kasallik, farzandlar soni, aliment, boquvchi yo'qlik kabi holatlar bormi? Buni qog'ozga yozib chiqsangiz, mahallaga yoki tashkilotga borganda gapni aniq aytasiz. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi yoki ajrim hujjati, daromad haqida ma'lumot, ishsizlik holatini tasdiqlovchi ma'lumot, tibbiy xulosa, nogironlik hujjati, ijara shartnomasi, bank karta rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Har doim hammasi talab qilinmasligi mumkin, lekin asosiy hujjatlar qo'lingizda bo'lsa, jarayon tezlashadi. Uchinchi qadam, mahalladagi mas'ul xodimga murojaat qiling. Men maslahat beraman, borganingizda umumiy gap bilan emas, aniq savol bilan boring. Men 20 million so'mlik moddiy yordam yoki tegishli subsidiya bo'yicha mezonlarga mos kelmasligimni tekshirtirmoqchiman. Qaysi dastur bo'yicha ariza topshirsam bo'ladi deb so'rang. Shunda sizni kerakli yo'nalishga yuborishlari osonroq bo'ladi. To'rtinchi qadam, agar xizmat elektron shaklda bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki mas'ul tashkilotning rasmiy tizimi orqali tekshiring. Bu yerda ehtiyot bo'ling. Faqat rasmiy sayt va rasmiy ilovalardan foydalaning. Telegramdagi noma'lum havolalar, shaxsiy kartaga pul o'tkazishni so'raydigan sahifalar va tezlashtirib beramiz degan guruhlardan uzoq turing. 5-qadam, arizani aniq yozing. Masalan, arizada quyidagi mazmun bo'lishi mumkin: oilaviy sharoitim og'irligi, rasmiy daromadim yetarli emasligi, farzandlarimning zarur ehtiyojlari va kundalik xarajatlarni qoplash qiyinlashgani sababli menga belgilangan tartibda moddiy yordam ajratishingizni so'rayman. Agar davolanish bo'lsa, kasallik nomi va xarajat turi yoziladi. Agar o'qish bo'lsa, ta'lim xarajati yoziladi. Agar ish boshlash uchun subsidiya bo'lsa, nima ish qilmoqchisiz, qancha xarajat kerak, qanday natija bo'ladi, shuni tushuntirasiz. 6-qadam. Ariza topshirganingizni tasdiqlovchi raqam yoki ma'lumotni saqlab qo'ying. Ko'pchilik ariza beradi. Keyin qachon bergan edim, kim qabul qilgan edi deb eslay olmaydi. Sana qabul qilgan xodim ariza raqami, portalda chiqqan bildirishnoma, SMS xabar, hammasini saqlang. Keyin murojaat holatini tekshirish oson bo'ladi. 7-qadam, javobni kuting, lekin butunlay befarq bo'lib ketmang. Belgilangan muddat o'tgach, holatni so'rab boring yoki elektron tizimdan tekshiring. Agar qo'shimcha hujjat so'ralsa, kechiktirmang. Ba'zan odam birgina ma'lumotnomani olib bormagani uchun masala oylar davomida cho'ziladi. 8-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini o'rganing. Agar sizning fikringizcha rad javobi asossiz bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga, hokimlikka yoki rasmiy murojaat tizimiga yozma murojaat qilishingiz mumkin. Lekin murojaatda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Oilaviy ahvol, daromad, hujjatlar, avvalgi ariza sanasi, rad sababi va nima uchun qayta ko'rib chiqishni so'rayotganingizni aniq yozing. 9-qadam. Faqat bir martalik pulga bog'lanib qolmang. Agar sizning muammongiz ishsizlik bo'lsa, bandlik markazi orqali kasbga o'qish, ishga joylashish, o'zini o'zi band qilish, kichik faoliyat boshlash uchun subsidiya yoki asbob uskuna olish imkoniyatlarini ham so'rang. Chunki birgina 1 million so'm bir oyga yordam berishi mumkin, lekin doimiy daromad manbai oilani uzoq muddatda ko'proq himoya qiladi. 10-qadam. Barcha ma'lumotlarni yangilab boring. Oilada bola tug'ilsa, kimdir ishga kirsa, kimdir ishdan chiqsa, nogironlik maqomi o'zgarsa, yashash joyi almashsa, bu ma'lumotlar tizimda to'g'ri aks etishi kerak. Aks holda siz haqiqiy holatingiz bo'yicha emas, bazadagi eski ma'lumot bo'yicha bog'lanib qolishingiz mumkin. Men yana bir amaliy maslahat beraman. Mahallaga yoki idoraga borganda asabiylashib, tortishib, menga berishing shart deb boshlamang. Sizning maqsadingiz janjal qilish emas, huquqingizni aniq bilish va arizangizni to'g'ri topshirish. Tinch, aniq va hujjat bilan gapirsangiz, mas'ul xodim ham sizning holatingizni tushunishi oson bo'ladi.
Agar javobdan qoniqmasangiz, baribir rasmiy yozma murojaat yo'li bor. Yana bir muhim gap, yordam olish uyat emas. Ayrim odamlar mahallaga borsam, odamlar nima deydi deb o'ylaydi. Agar siz haqiqatan ham qiyin vaziyatda bo'lsangiz, davlat tomonidan belgilangan yordamdan foydalanish sizning qonuniy huquqingiz. Lekin bu huquqdan foydalanish uchun tartibni bilish, hujjatni tayyorlash va rasmiy yo'l bilan murojaat qilish kerak. Xulosa qilib aytsam, 20 million so'mlik yordam yoki shunga o'xshash prezident tashabbusi bilan beriladigan qo'llab-quvvatlashni olish uchun eng muhim narsa. Siz qaysi toifaga kirishingizni aniqlaysiz, hujjatlarni tayyorlaysiz, mahalla yoki rasmiy portal orqali ariza topshirasiz, arizada maqsadni aniq yozasiz va javob sababini nazorat qilasiz. Bu pul hamma uchun avtomatik emas. Lekin mezonga mos kelgan, hujjatini to'g'ri topshirgan va o'z huquqini bilgan odam imkoniyatdan foydalana oladi. Sizning hududingizda bu yordam bo'yicha qanday tartib bo'lyapti? Ariza topshirganmisiz? Javob oldingizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring, chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning muammosini yengillashtirishi mumkin.